ning siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri. Mamlakatimizda imkoniyati cheklangan, nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash, ularga tibbiy ijtimoiy yordam ko'rsatish, kasbga o'qitish va ishga joylashtirish bilan bog'liq huquqiy asos yil sayin takomillashib bormoqda. Maqsad yonimizdagi ana shu insonlar ham o'zlarini jamiyatning to'laqonli a'zolari deya his qilishlari. Davlatimiz rahbari tomonidan eshitish va nutqida muammosi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror imzolandi. Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirini shod aylagay, oncha bor kim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay. Ulug' mutafakkir Hazrat Mir Alisher Navoiy bir ko'ngli siniq kishining ko'nglini ko'tarish shu qadar ulug' ishki, bu vayron bo'lgan Ka'bani obod qilish demakdir deb inson ko'nglini Ka'baga qiyoslaydilar. Ana shunday ulug' ta'limotdan ta'lim olgan xalqimiz doimo mehr-muruvvat tarafdori bo'lgan. Inson qadr topgan joydasiz. Har qanday shaxs e'tibordan chetda emasligini his qilishi, u yashayotgan jamiyatning mukammalligidan darak beradi. Yurtimizda so'nggi 2 yilda qabul qilingan huquqiy me'yoriy hujjatlar nogironligi mavjud insonlarning ham qalbiga yorug'lik olib kelmoqda. Ularning jamiyatdagi integratsiyalashuvini ta'minlash, to'laqonli axborot olishlari yoki murojaat yo'llashlari eshitish va nutqida muammosi bo'lgan shaxslar uchun yechilmagan masala bo'lib qolayotgandi. Xususan, ular uchun axborot resurslari va tezkor operativ xizmatlar bilan aloqa o'rnatish imkoniyatlarini to'liq yaratish orqali mavjud sharoitlarga moslashtirish tizimini yanada takomillashtirish zaruriyati mavjud. Eshitish va nutqida muammosi bo'lgan shaxslarning jamiyatga to'liq ijtimoiy integratsiyasini ta'minlash, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamiga tibbiy ijtimoiy yordam ko'rsatishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, shuningdek, ushbu toifadagi shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining eshitish va nutqida muammosi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida qarori qabul qilindi. Mazkur qarorga ko'ra, joriy yilning 1-iyulidan O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi tarkibida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan, eshitish va nutqida nuqsoni bor shaxslarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha dispetcherlik xizmati tashkil etiladi. Mazkur qabul qilingan mana shu qaror asosida biz eshitish va nutqida nuqsoni bo'lgan insonlarning o'zidan qanday yordamlarni amalga oshirishimiz kerakligi to'g'risida ma'lumotni to'g'ridan-to'g'ri amalga oshiramiz, ya'ni olamiz. Va mana shu ma'lumotlar asosida o'sha hududdagi bo'lgan o'sha tez yordam yoki shoshinch yordamlarni beruvchi xizmatlarni voqea joyiga chiqarib olishda imkoniyati mavjud bo'ladi. Ushbu xizmatga malakali mutaxassislar, imo-ishora tilida so'zlashadigan tarjimonlarni jalb etish, shu bilan birga 3 oy muddatda eshitish va nutqida muammosi bo'lgan shaxslarning shaxsiy ma'lumotlari elektron bazasini yaratish vazifasi yuklatildi. Bu 24 soat davomida uzluksiz ishlaydigan tizim sifatida yaratiladi va e'tibor beradigan bo'lsak, ushbu tizim mobil qurilmalar orqali dispetcherlik xizmatiga murojaat qilish va dispetcherlik xizmati orqali tez yordam xizmatlariga, bularga mana quyida ko'rishimiz mumkin 101, 102, 103, ya'ni yong'inga qarshi kurash yoki militsiya xizmati, tez tibbiy yordam yoki gazning avariyaviy holatlari, bundan tashqari favqulodda vaziyatlarda ham demak 10 yillik raqamiga murojaat yuborish orqali demak o'zlariga shu xizmatlarni chaqirish imkoniyati paydo bo'ladi. Ushbu xizmatlarga demak o'sha eshitish va nutqida nuqsoni bor bo'lgan shaxslar bittagina shu demak tugmani bosish orqali chaqirish mumkin. Bu yerda ular oldindan o'zlarining uy adreslari, ya'ni uy manzillari, o'zlari haqidagi ma'lumotlarni kiritib qo'yishgan bo'ladi va shu paytida qaysi xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, kerakli tugmani bosganlarida ma'lumotlar avtomatik tarzda dispetcherlik xizmatiga kelib tushadi. Ma'lumotlarni dispetcherlik xizmati o'z demak yo'nalishi bo'yicha o'sha tuman, viloyat, tumandagi joylashgan tez yordam xizmatlariga yo'naltiradi va buni nazoratini olib boradi. Bugungi kunda respublikamizda eshitish va nutqida muammosi bor shaxslar 21 ming kishini tashkil etadi. 14 ta maxsus maktabda 5011 nafar bola tahsil olmoqda. Toshkent va Farg'ona shaharlaridagi 2 ta maxsus kasb-hunar kollejida esa 64 nafar eshitish va nutqida muammosi bor talabalar ta'lim olishmoqda. Mutaxassislarni ularning ro'yxati shakllangandan keyin shu joylarda yetishmaydigan mutaxassislarni tayyorlash borasida viloyatlar
shahar va tumanlarda markazlarida shunday mutaxassislarni jalb qilgan holatda o'quv markazlarini tashkil etib, imo-ishora tilida so'zlashuvchi mutaxassislarni ham tayyorlash nazarda tutilgan. Dunyo tajribasiga nazar soladigan bo'lsak, masalan, Avstraliya, Angliya, AQSh, Rossiya kabi mamlakatlarda dispetcherlik xizmatlari mavjud bo'lib, ular eshitish va nutqida muammosi bo'lgan shaxslarga xizmat qiladi. Xususan, Norvegiyada bunday insonlar SMS xabar yo'llash orqali murojaat qilsa, Shvetsiyada telefon orqali video qo'ng'iroq qabul qilinadi. Avstraliyada esa National Relay Service xizmati yo'lga qo'yilgan bo'lib, eshitishi va nutqida muammosi bor insonlar tezkor va boshqa xizmatlar vakillarini veb-sayt yoki mobil ilovalar orqali chaqirishlari mumkin. Undan tashqari, yana ushbu fuqarolarimiz o'zini yaqinlarini ma'lumotini ham kiritib qo'yish mumkin va ular shu tez yordam xizmatlariga murojaat qilgan ma'lumotlarni parallel ravishda o'zini yaqinlariga ham yuborishi mumkin va o'zining yaqinlari ham ushbu holatni demak nazoratga olish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Undan tashqari video xabar orqali ham gaplashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu ilovani yuklab olish, ushbu ilovadan foydalangan holda SMS xabarlar yuborish yoki video qo'ng'iroqlar amalga oshirish bepul taqdim etiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mazkur qarori biz kabi eshitish va nutqida nuqsoni bor insonlar uchun quvonchli voqea bo'ldi. Bu bizning juda ko'p muammolarimizga yechim bo'ladi. Dispetcherlik xizmati og'irimizni yengil qiladi. Ilgari bir murojaatni bildirish uchun doimo qo'limizdan tutuvchi hamroh kerak bo'lardi. Endi bemalol telefon orqali murojaatlarimizni tegishli tashkilotlarga yetkazishimiz mumkin. O'tgan yili Prezidentimiz biz istiqomat qiladigan shaharchaga borib, biz bilan uchrashdi va bundan juda xursand bo'ldik. Madaniyat saroyimizga 2ta avtobus, sportchilarimizga uy-joy berdilar. Bu juda quvonchli hodisa. Prezidentimizga katta rahmat deymiz jamiyatimizning a'zolari nomidan, chunki bu qilinayotgan ishlar har bittasi shu nogironlikni oldini olish, shu nogironlarga ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturi bo'yicha qilinayotgan ishlardir. Bizning madaniyat saroyimiz bormi, sport komplekslarimiz bormi, shu yerda yotoqxonalarimiz bormi? Butun hammasi ta'mirdan chiqarildi. Hozir borib ko'rsangiz, parkka kirganday bo'lib qolasiz. Juda ham xalq minnatdor. Mana shu bugungi qarorimiz ham xuddi shu Navro'z oyiga to'g'ri kelyapti. Bu o'ylaymizki, bizning jamiyatga, shu jamiyat fuqarolariga qilingan bir savob ish deb o'ylaymiz. Yurtimizga mehr-saxovat, muruvvat ayyomi Navro'z kirib kelmoqda. Ayni shunday ulug' kunlarda ushbu qarorning qabul qilinishi ko'ngli kentik insonlarning qalbiga malham bo'lishi shubhasiz. Mart chorshanba kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotlari bilan tanishing. Respublika gidrometeorologiya xizmati